Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim Bro. Albatta obuna bo'ling va bizni kuzatishni davom eting. Dunyoda mamlakatlarni urushsiz ham egallaydigan davlat bu albatta Xitoy. Hozirgi paytda xitoyliklar mavzusi O'zbekiston bo'ylab muhokamalarga sabab bo'lyapti. Ya'ni xitoyliklar juda ham ko'p bo'lib kirib kelyapti O'zbekistonga va turli sohalarda o'z bizneslarini yuritishni boshlashyapti. Hozirgi paytda ijtimoiy tarmoqlarda xitoyliklar mavzusi keng tarqalmoqda. Hamma o'zini fikrini bildirib chiqyapti. Kimlardir xitoyliklar bizni bosib oladi desa, kimlardir esa yo'q. Nabarot, ko'p narsalar arzon bo'ladi deyapti. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Albatta kommentariyada o'z fikringizni bildirib qoling. Odob bilan yozing, axloq bilan yozing. Lechna meni fikrim bu, menga xitoyliklar umuman yoqmaydi. Ko'p odamlar xitoyliklarga nisbatan o'z fikrini bildirib chiqyapti. Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Xitoyliklarda O'zbekistonga kelib tadbirkorlik qilish haqida oxirgi paytda juda ham ko'p videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqadi. Ko'pchiligimiz bundan xabardormiz va men o'zim ham shu videolarni ko'rib boraman va shunda odamlarning fikrini kommentariyada o'qib bitta narsaga e'tibor berdimki, biz O'zbekiston xalqi ikkiga bo'linibdi. Ya'ni birinchi tomon o'zimizni vatanimizni, farzandlarimizni kelajagimizni o'ylaganlar xitoyliklar tadbirkorlik qilishiga qarshi. Men o'zim ham shu tomondaman, qarshiman va ikkinchi tomon bo'lsa xitoyliklar O'zbekistonda tadbirkorlik qilishiga qarshi emas. Ya'ni ularning fikri bo'yicha bizda xitoyliklar tadbirkorlik qilsa, mahsulotlar, bozorimiz ancha arzonlashadi. Bizga shu arzon mahsulot bo'lsa bo'ldi degan fikrni bildirishyapti. Shunga shu ikkinchi tomondagilarga aytmoqchimanki, bu xitoyliklar hech qachon bizga do'st bo'lmaydi. To'g'ri, hozircha vaqtincha bizga arzon mahsulotlar yetkazib, bozorimizni ta'minlab, siz bilan bizga chiroyli ko'rinish mumkin, lekin xitoyliklarning maqsadi umuman boshqa bo'ladi. Shuning uchun men aytmoqchimanki, keyin o'zimizning milliy mahsulotlarimizni sifati ham yaxshilanib boryapti, sifat darajasi ko'tarilib boryapti. Tadbirkorlarimizni, o'zimizning milliy tadbirkorlarimizni qo'llab-quvvatlasak, bizga shu yaxshi deb o'ylayman. Keyinchalik bu xitoyliklar bizga o'rnashib olgandan keyin, zavod fabrikalarni o'ziniki qilgandan keyin bular xohlagan makr hiylasini qilishni boshlaydi va bizning farzandlarimiz bularning qo'lida qolib ketish ehtimoli yuqori. Shu tomonlarini o'ylab, o'sha ikkinchi tomondagilar yaxshilab fikr bildirsa yaxshi bo'lardi. O'rtoqlar, oxirgi payt Instagramda ko'p ko'raman Xitoy haqidagi videolarni, Xitoy qanaqa O'zbekiston bozoriga kirib borayotganini va shu asosida bizda hozir vizasiz rejim qo'yildi. Bu narsa kuchayadiki, hech qachon kamaymaydi. Xitoyda yashayotganimga 2 yil bo'ldim. Xitoylar hech qachon do'st bo'lmaydi. Sizga bir so'm pul berdimi, u o'zidan o'zi bir so'm pul bermaydi. Uni ortida nimadir kutadi. Biror bir ishga pul tikyaptimi, yo'q, o'sha narsadan 2 barobar foyda olmasa, u joyga hech qachon ular burnini suqmaydi. Xitoylar shunaqa egoist xalq. Ular hech qachon sizlarga do'st bo'lmaydi. Yuzinglarga kulib turib, o'zing foydasiga ish qiladigan xalq. Ular bizlarga o'zbeklarga o'xshab oqko'ngil, voy mayli, shu yaxshi bo'la qolsin deb birovni o'ylaydigan xalq emas. Ularning har bir ishini orqasida bir negiz bor. Bu negiz manfaat bo'ladi. O'zbekistonga kirib kelyapti, ular O'zbekistonni boy qilib, O'zbekistonni rivojlantirmoqchi emas, ular o'zining cho'mchagini qappaytirmoqchi o'rtoqlar. Boshqa hech narsa emas. O'zbekning nonini oladi, boshqa hech narsa qilmaydi, boshqa narsa kutmaylar. Instagramda har xil video qo'yib, Xitoyni yomonlaganimizdan foyda yo'q. Bu narsa to'xtab qolmaydi. Xitoyliklar qilgan ishni sizlar ham qila olasizlar. Xitoyliklar qilgan biznesni sizlar qila olmaysizlarmi? Xitoyliklardagi bor bosh sizlarda yo'qmi? Harakat qilsanglar sizlarda ham bo'ladi. Bitta aybingiz, sizlar super dangasasizlar va juda ham qo'rqoqsizlar. Harakat qilinglar. Bo'lmasa o'zbek nonini mana shunaqa chetdan boshqa davlatdagilar kelib, o'zbek nonini olib chiqib, o'zining davlatiga ketadi, cho'mchagini qappaytirib. Sizlar doim shunaqa Instagramda va ha publika qilib, boqmoq qolib qolasizlar, qolib ketasizlar. Xitoyliklarga uy sotmaylar, yer sotmaylar, uchastka sotmaylar. Xullas, Nidijinskiga nima taalluqli bo'lsa, hech nimani sotmaylar o'rtoqlar. Chunki ular sotib oladi, ertaga yillar o'tganidan keyin o'sha joyi sizni o'zingizga qimmat narxga sotadi. Yoki bo'lmasa qanaqadir ishchi o'rin yaratadi, ishlab chiqarishga investitsiya kirgizib, o'zbeklarni qul qilib ishlatadi. O'rtoqlar, xitoyliklarga sotmaylar. Maklerlar telefon qilib, investor bor, xitoylik desa, kategoriyasiga отказ beringlar. Sizlarni katta pul bilan qiziqtirish ehtimoli juda katta. 200 minglik joyingizni 400 ming beraman deydi.
500 minglik joyingizga 600 ming beraman deydi. Pulga uchib sotib yormanglar. Kerak bo'lsa-chi $1 million taklif qilsa ham joylarni sotmanglar. Toshkentda xitoyliklar bosib ketdi deb hamma nolayapti. Telegramga kirsang ham shu gap, Instagramga kirsang ham shu gap, xullas ijtimoiy tarmoqlarga kirsangiz shu gap. Xitoyliklar Toshkentda bosib ketdi. Ha do'stlar, o'shaning uchun qashqadaryoliklarni qadriga yetish kerak edi. Shundagina mehmonxona ochmoqchi bo'lib bir xitoylik chaqirdi. Bordim, shunaqangi narxga olganki, u mehmonxonani daromad qilib bo'lmaydi u mehmonxonadan. Sen daromad qila olmaysan, juda ham qimmat gaplashgansan desam, yo'q deydi, undan qayg'urmagan deydi. Maqsadini keyinchalik bilsam, hukumat ularga pul berar ekan. Chunki ular 50 ta xonali mehmonxona bo'lsa, 50 ta xitoylikni, 100 ta xitoylikni olib kelib joylashtiradi. 100 ta xitoylik 100 ta biznesni egallaydimi? Ertaga nima qiladi? O'zbeklarimiz keyin kasod bo'lgandan keyin ularni qo'lida ishlashga majbur bo'ladi. Bu shunaqa yo'nalishda ular egallashyapti-da butun dunyoni. Narxlarini hayron qolasiz ko'rsangiz. Yerlar narxi oshib ketgani, bir sotik yerni $50 ming largacha, $60 ming, $70 ming larga chiqib ketgani ham bu xitoyliklarning sharofati bilan. Chunki xohlagan narxda olishyapti. Men o'zim mehmonxona sohasida 20 yildan beri ishlaganim sabab o'zim olib bir mehmonxona yurg'izaman. Chunki 3 ta 4 ta mehmonxona arendaga olib yuritish qo'limdan keladi degan maqsadda yozuv bilan arendaga mehmonxona izlab topa olmadim. Hisob-kitob qilsangiz foyda qolmaydi. Faqat tekinga ishlab berishingiz kerak bo'ladi summani hisoblaganda. Lekin xitoyliklar o'sha narxga olishyapti. 3 oylik arenda pulini oldindan beraman desam, oxir xitoyliklar 6 oylik arendani oldindan berib, o'sha mehmonxonani ham olishni o'ylab ish qilishimiz kerak ekan degan fikr. O'zimning shaxsiy fikrim. Salomat bo'ling. Mana xitoylik akamiz hozir o'zbekchada bitta maqola aytmoqchilar. Qani, bitta eshitaylik aka. Pul bo'lsa changallashur va ish bilganga 1 tanga, til bilganga 1000 tanga. Gap yo'q. Pul bor sizda? Albatta xitoyliklarga bo'lgan munosabat Shuhrat Musayevdan ham bo'ldi. Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Mana Xitoy yozuvlarini yo'qotish kerak. Birinchi o'chirda Xitoy yozuvlarini yo'qotish kerak. O'zbekistonning ichki bozorida o'zbek tili bo'lishi kerak. Brendini marhamat yozsin, lekin hamma narsa o'zbek tilida bo'lishi kerak. Xavfli emasmi Xitoy? Kim aytdi sizga Xitoy xavfli emas? Jigarlar, to'g'ri tushuninglar. Har bir mustaqil mamlakat uchun libboy mamlakat xavfli bo'ladi. Ayniqsa qudratli mamlakatlar, gegemon mamlakatlar, bilasizlar, gegemonni kuchli qudratli mamlakatlar. Ular hammasi xavf biz uchun. O'sha Rossiyasi ham xavf, Xitoy ham xavf, Amerikasi ham xavf. Xavf ular. Xolismi, xolamismi xavf. Va bitta xitoylikga ruxsat berib joy ochasan, u xitoylik o'zini 18 ta xitoylik ishchisini olib kelib o'tirg'izib qo'yadi. Shu joylari bor. Endi prosto elementarniy narsani o'ylab ko'ringlar-da. O'zbekistonda xitoyliklar dilu mana mashina magazin ochyapti, mashina salon, avtosalon ochyapti. O'zbekistonning aholisi uchun avtosalonida mashina sotyapti, to'g'rimi? Endi savol tug'ilyapti. Nimaga O'zbekistonning bozorida bo'lib turib xitoycha yozib qo'yishyapti? Nima? Xitoydan kelgan xitoyliklar ulardan mashina oladimi? U falshivka bo'lgandan tashqari Xitoy mashinalari o'rtoqlar, ishoninglar, 1 tiyinga qimmat. Kim qanday tushunsa tushunaversin. 1 yil 2 yil xizmat qilgandan keyin ahvoli ko'rib yotishni ko'radiganlar odamlar. Shuning uchun men bu Xitoy mashinasiga umuman anaqa qilmayman, chalg'imayman. 1 tiyinga ilmayman ham. O'zbekiston ichki bozorini ras ochib beryaptimi? Ichki bozorida kontrol bo'lishi kerak. Ichki bozorida bularga usloviya, shart-sharoitlarini qo'yish kerak. Mana mamlakat sharti bilan bozorimga kirasanmi? Marhamat, muammo yo'q, bozor ochiq. Lekin sharti mamlakatda o'zini shartini qo'yish kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi, hamma yoq Xitoy yozuv bo'lib ketgan.
Ayniqsa Toshkentning bitonka yo'llariga kelsanglar, bozorlarning atroflariga, katta bozorlarning atroflariga kelsanglar, hamma yoqda Fing Fong, Chung Fang Fing, Pinken Kanchon, Lakachan Makachon degan yozuvlar bilan tiqilib yotibdi yo'l yuzi tiqilib yotibdi. Bularni kontrolga olmasa bular ertaga qarindoshi, amakisi, xolasi, tog'asi, jiyani, ammasi, unga shunga fang qilib butun urug' aymog'ini olib kelib yotibdi-da. Ichki bozorni tartibga solish degan narsa bor. Ichki bozorni tartibga solish qanaqa bo'ladi? Hozir bilasizlarmi, O'zbekistonda tadbirkorlar qiynalib yuribdi. Mana men tadbirkor sifatida aytayman bu gapni. Tadbirkorlar O'zbekistonning ichki bozorida tadbirkorlar qiynalib yuribdi. Nimaga? Birinchi o'chiribdi. Ijaralarning narx-navosi juda balandligidan. Nimaga? Chunki chet eldan, Xitoydan kelayotganlar katta summa beryapti ijara uchun. Ijarachiga beradiganlar, arendatorlar o'shalarga bergani afzal bo'lyapti-da. Mana bu O'zbekistonning o'zini qora ko'zlari o'tda-bo'tda chekkalarda qolib ketib tirikchiligini qila olmayapti. Bu birinchisi. Ikkinchi masala. O'zbekistonning ichki bozorida tirikchilik qiladigan tadbirkor bilan tashqaridan kelgan tadbirkorni maqomi bir xil bo'lib qoladi. Lekin maqomi bir xil bo'lsa ham chet eldan kelganiga e'tibor ko'proq bo'ladi.